tungi shirin izlovchilarga va xayolparast unutuvchilarga Pure Milky. 4 ishtirokchi dachaga qamaladi va shu kun oxirigacha ular dachadan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziq joyi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Agarda pauzaga tushgan ishtirokchi o'yin shartini buzib, qimirlab ketsa, qolgan ishtirokchilarga 10 million so'm berish kerak bo'ladi. Va qani ko'ramiz, bu pult yordamida qanaqa jinnilik qilish mumkin. Mochilay! Yo'q! Yo'q! Bu yerda biz pauza challenge'ning ikkinchi mavsumini boshlaymiz. Let's go! Va o'yin qoidalari juda ham oddiy. Bizda pauza pulti bo'ladi va kimda kim mana shu pultni olib boshqa ishtirokchiga qarab pauza qilsa, bu ishtirokchi qotib qoladi va u bilan xohlagan ish qilsa bo'ladi. Lekin undan oldin pauza pultini bir amallab kurashib egallash kerak. Va hozir ko'rib turganingizdek, bizning ko'zimiz yumuq va biz mana shu yerdan pauza challenge'ini ko'zimiz yumuq holda topishimiz kerak. Va kimda kim mana shu pauza pultini qo'liga kiritsa, o'sha odam mana shu pult egasiga aylanadi. Va shu bilan bizning dahshatli va jirkanch videomiz boshlanadi. Va bizning ko'zimiz yopilgandan keyin operatorlar pultni stadionning burchagiga qo'yib qo'ydi. Bo'lmasam, o'chki bir ketib pult qidiringlar. Ay, qanaqa topamiz, bırakın. Qo'yvor, qo'yvor. Yiqilamaymiz. Chardorsanmisan? Bugun sendan qasos olaman. Va hozir nima qilish? Shuncha katta pullar qanaqa? Koptir. Ketmanglar. Nima qilinglar? To'xtanglar. Kamera qani? Qaranglar. Men zo'r strategiya, tepmanglar koptoni, ha? Men zo'r strategiya topdim, qaranglar. Tez topish uchun katta pullarni prosta cho'zilib otish kerak-da, aylanish kerak. Ustiga chiqsam sezaman keyin, pult ustidamda o'tib ketganimda. Xuddi shu paytda bolalar jinnilik qilishayotgandi. Men esa ko'zimni ochib, pultni qidirishga tushdim. Men hamma bo'tdi. Nima tushdi? Ay! Pulpanda. Rostami oldi? Bilan meni oldimdan olib ketdi o'g'il. Endi hamma ko'zini ochishi mumkin, chunki pauza pulti menda. Qochma. Maqsad stop. Men просто спокойно o'tirdim, shunga ham meni to'xtatmadilar. Men endi Bobrilovga video qoidalarini tushuntirib o'taman. Qarang, Bobrilov, qo'limda pauza pulti va men bu pauza pulti yordamida mana hozir Sardorni stop qilib qo'yishim mumkin. Va bu bilan endi xohlagan ishimizni qilaymiz. Maqsud sangiz stop. Xursand bo'lmasan, biz shu holda bir-birimizni mazza qilib qiynaymiz va kim dachan chiqib ketsa, o'sha qolgan ishtirokchilarga 10 million berish kerak. 10 million? Shu uchun ham qochib chiqib bo'lmaydi. Va ana endi bo'lmasam, men Sardor bilan bir burchak o'tkazmoqchiman. Sardorjon, bu safar biz bitta komanda bo'lamiz, lekin oxirida sotib ketmaysan har doimgidek. Kelishdik. Bu ichimizda qolsin. Brat, siz ularga umuman ishonmang. Hozir ular sizni yengib bo'lganingiz uchun sizni qiynashadi. Shuning uchun ikkalamiz birga bo'lishimiz kerak. Ular hech kimni ayab o'tirishmaydi. Tajribang bor, значит. Da, brat, men siz tarafman-da. Nimaga? Meni alamim bor ularda. Alamini olishing kerak, to'g'rimi? Da. Va endi bo'lmasam to'g'ri, biz chiqib qolganlarni qiynaymiz. Va bu pauza challenge sizlar so'ragan ikkinchi mavsumi. Va albatta, davayki, mana shu videoni, ya'ni ikkinchi mavsum ham bitta yoki ikkita qism bo'lish kerak emas. Misol uchun birinchi mavsum bizda 4 qism bo'ldi. Davayki, bu mavsumni ham kamida 4 qism qilamiz. Va buning uchun har bitta qismni sizlarga shart etiketaman, ya'ni like va obuna. Mashina yig'asizlar va